Assalomu alaykum aziz Cherry Urganch obunachilarimiz. Bugun sizlarga biza eng ekonomik ham oilaviy avtomobillarimizdan birisi bo'lgan Tiggo 8 gibrid avtomobilini qisqacha ko'rsatib o'tamiz va to'lovlari haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu avtomobilimiz Tiggo 8 gibrid avtomobilimiz plug-in gibrid hisoblanadi, ya'ni avtomobilimiz ham tok ham benzinda harakatlanadi. Atigi 100 kilometre 502 litr расход qiladi. Ya'ni общий zapas xotida basak, bir polniy bak benzini, bir to'liq zaryadi bilan 1200 kilometrcha masofani bosib o'tib beradi. Qachon oilaviyda turibmiz? Endi ko'rib o'tamiz. Oilaviy deyishimizga sababli avtomobilimiz 7 o'rindiqdan iborat bo'ladi. Avtomobilimizda o'zi sotuvimizda 2 xil komplektatsiyasi mavjud bo'ladi. Ya'ni luxury komplektatsiyamiz bor 429 million 900 ming so'm, keyin premium komplektatsiyamiz bor 449 million 900 ming so'm bo'ladi. İkisini farkı ozgina qisqacha aytib o'tsam, masalan, ayni shu ko'rib turganlaringiz luxury komplektatsiyasi 18 razmerdagi diska balonlar, premium komplektatsiyamizda esa 19 razmerdagi diska balonlar bo'ladi. Head-up display bo'lmaydi luxury komplektatsiyamizda, ya'ni proyeksionli display 450 millionlikimizda bo'ladi. Massajında fark etadi. Ya'ni bu 430 millionlikimizning shopperni yonbosh tarafindagi sideniya atamanka bo'lmaydi, massajı bo'lmaydi. Bunda 430 millionlikimizda bo'lmaydi shu narsa, 450 millionlikimizda bo'ladi. Keyin avtopilot sistemasida farq qiladi. Lekin ikkisini ham istasangiz naqd kredit, рассрочка, ya'ni bo'lib to'lash, lizing asosida xarid etsangizlar ham bo'ladi. Endi avtomobilimiz ikkita motordan iborat bo'ladi. 1.5 turbo motor plus elektromotor. İkisini qo'shganda 347 ot kuchidan iborat bo'ladi. Bu avtomobilimizni plus taraflaridan eng zo'r yeri, istasangiz buni tok tarafini polni o'chirib tashlab turib, benzindan ham harakatlanib ketsangiz bo'ladi. Обычный benzin motor bu harakatlanadi, 1.5 turbo motor o'rtacha 8 litr rasxod etib yuraveradi. Yo'q, men benzinda yurmayman, tokni o'zida yurayman desangiz, bu benzin taraf o'chirib tashlaysa, tok tarafning o'zida avtomobilimiz 100 kilometrcha masofani bosib o'tib beradi. Görüşleriniz mümkün. Katta panorama lyuk bor, eshiklarimizda beskulchoy dostup bor. Kojinli salon, naturalniy koja bo'ladi. Abduf, obogrev, 360 gradus kamerasi, katta 15,5 dyumli monitorimiz o'rtada joylashgan bo'ladi. Ya'ni yo'lovchilar ham, haydovchi ham ko'p qulayliklarni yaratib beradi. Polniy upravleniyasi monitorimizda joylashgan bo'ladi. Sepoy zona datchiklarimiz, aldi, orqalarini parktronikalari, salon osveshcheniyalari 64 xil rangda yanadi. Buni istasangiz muzika, istasangiz harakatga ulab qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bundan tashqari avtomobilimizning o'zi Eco Sport Comfort 3 xil rejimda harakatlanib beradi sizlar. O'rta qatorlarni ko'rishingiz mumkin. Salonimiz keng, bemalol o'rta qatorimizdan 3 kishi normalniy joylashib o'tirib ketsa bo'ladi. Avtomobilimizning eng qulay yerlaridan birisi gibrid bo'lgan taqdirda 2 xil zaryadlash uslubuna ega bo'ladi. Ya'ni домашний zaryadkasi bo'ladi, plus быстрый zaryadkasi bo'ladi. Bыстрый zaryadkada avtomobilimiz 80% gacha tokni 18 minutda to'ldirib olsangizlar ham bo'ladi. Yo'q, домашний qo'yaman desangizlar, o'rtacha 3-4 soatda avtomobil to'ladi. Домашний zaryadkasi o'zini komplektida bo'ladi. Orqa bagajniklarimiz elektropриводный bo'ladi, ya'ni elektron mexanический bo'lmaydi. Farlarına e'tibor bersa, xrustalniy bo'ladi. 3-qatorimiz, bu yerda hamma narsalarni o'rnatib qo'yibmiz. Xohlasangiz pardasini ishlatib qo'yasiz, sideniyani yotirib qo'yib, katta bagajnik etib, xohlasangiz pardasini olib tashlab, sideniyada bemalol joylashib ketsangizlar ham bo'ladi. Mana shunday zaryadchiklari kimga chiqadi. Endi to'lov shaklini ozgina eslatib o'taman. To'lov shakli, masalan, hammaga qiziq bo'ladi, foizlarsiz bo'lib to'lash. Ya'ni hozirgi kundagi dastur asosida avtomobilni 30% boshlanish to'lov qilsangizlar, qolganini 18 oy muddatda, ya'ni 1,5 yil muddatda bo'lib to'laysiz. 40% ni oldindan bersangizlar, qolganini 24 oy, ya'ni 2 yil bo'lib to'laysiz. 50% to'lasangizlar, qolganini 3 yilda, 60% ni beradigan bo'lsangizlar, qolganini 5 yil muddatda hech qanday foizlarsiz bo'lib bersangizlar bo'ladi. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz. Bizda bilasizlar, test drive bemalol haydab ko'rsangizlar ham bo'ladi. Trading xizmatlarimiz bor. Jem mashinalaringiz kelsa, o'rnini paketidan tozasidan minib ketasizlar. Bundan tashqari kredit foizlarimiz ham eng minimalniy foizlarda
Ya'ni 30% to'lasangiz, boring 5 yillik 9,5% dan ham chiqarib beriladi. Hammangizni Cherurganch avtosalonida kutib qolamiz.